Endi Olimjon, gap bunday uka. Sardorbekka tezda xabar bering. Xo'p. Xo'p, bardam bo'ling. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik, lekin ayro ayro taqdir yo'li tutashimas hijronlarda o'zni asray qolsangiz bas armonlarni gohi yodga olsangiz bas siz shu taraf siz dil tomon bo'lsangiz bas men hayotning gul bag'ridan yon keldim bir bag'ri tosh qalam qoshga ko'ngil berdim endi boshga ne ketsa o'zdan ko'rdim Eshitaman. siz baxtiyor Alo. Bu men Olimjonman. Ha, Olimjon, nima gap? Sardor akam bilan tez yetib kelinglar. Tinchlikmi? Oyim og'irlashib qoldilar. Nima? Bo'pti. Tushunarli. Sardor aka, labbay. Olimjon qo'ng'iroq qildi. Ishlari yaxshi ekanmi? Uyga tezroq borishimiz kerak. Nima bo'ldi? Haligi Gapir. Nega jimsan? tezroq boraylik aka. Yana ozgina chidab turing. Bo'lyapti, chidamayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir. Ay, to'xtang. To'xtasizchi. Jonika, yordam berib boring. Tug'ruqxonaga borishimiz kerak. Shoshib turibmiz. Bola nobud bo'ladi. Qanaqa bola? Hafiza opa. Hech vaqtimiz yo'q. Uzr opa, ketishimiz kerak. Jonika, Uzr. iltimos, yordam bering. Olib borib qo'y, Ravshan. Sardor aka, Olib borib qo'y. Men o'zim yetib olaman. Voy, rahmat. Voy xudo. Umringizdan baraka toping. Voy rahmat. Hozir Dilbarxon. Hozir. Jon. Ozgina chidang Dilbarxon. Tezroq haydaylik. Ketdik. Voy, bo'la qolsangchi. Xudoga shukr.
Sabr qiling Dilbarxon, hammasi yaxshi bo'ladi. Oyim sen tug'maganlar, meni tuqqanlar, eshitdingmi? Ular seni oying emas, men oyim. Meni ham oyim. Bekorlarni aytibsan. Sardor akam seni ko'chadan topib olganlar. Keyin oyimga o'g'il bo'lgansan. Ular seni oying emas, men oyim. Ishonmasang, ishonma. Buni-chi hamma biladi. Seni o'zingni oying yo'q, bildingmi? Bunaqa emas. Sardor akam meni ko'chadan topolmaganlar. Men emas. Ha, seni. Yo'q, men emas. Seni. Men senga bermayman oyimni. Aldama. Ular meni ham oyim. Oyimni bermayman senga. Seni oying emas. Ular meni oyim. Oyijon. 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 Oyi. Oyijon. Oyijon. Oyi. Nima gap? Nima bo'ldi bolam? Nimaga yig'layapsan? Kim seni xafa qildi? Nima? Siz meni tug'maganmisiz? Kim aytdi senga? Olimjon. Bo'ldi, qo'y, yig'lama. Bo'ldi. Siz meni oyimsiz-a? Oyi. Ha, bo'lmasam-chi? Xafa bo'lma. Olimjonni ham o'zim tuqqanman. Sardor akani ham o'zim tuqqanman, bolam. Seni ham menga Xudoning o'zi bergan. Uni gapiga ishonma. Siz hech kimga bermayman. Men ham seni hech kimga bermayman, o'g'lim. Bo'ldi, yig'lama. Oyijon. Bo'ldi. Tezroq hayday qoling. Ey Xudo. Shu yerda to'xtatib oling. Rahmat. Aka, oyimizni berib qo'ydik. Mana shu yerda to'xtatib oling. Xo'p. Men hozir chiqaman. Uka, tezroq bo'ling, kech bo'lib ketdi. Xo'p aka. Dilbar. O Dilbar. Uka. Vaqt yo'q, bo'la qoling. Hozir. Dilbar. Dilbar. Eshikni och. Bu menman. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom qizim. Uyg'otib yubordimmi? Oying qani? Suyunchi bering dada. Tinchlikmi? Bugun ukalik bo'ldik. Yo'q. Yaxshi bo'pti-yu. Yaxshi bo'pti. G'anam aka sizni tez-tez so'rab kelyaptilar. Shuni qarzdan tezroq qutulay deb ko'cha-ko'yda men ham ishlab yuribman. Dada, siqilmang. Dilorom. O'zing tushungan qizsan-ku bolam. Oyingga ham yotig'i bilan tushuntir. Hali Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
qarzdan ham qutulamiz. Ishlarimiz ham yurishib ketadi. Men ham axir u yoqlarda o'ynab yurganim yo'q-ku. Men tez kunlarda qaytaman. Dilarom, uyda haligi haydovchilik guvohnomam bor edi. Shuni olib ketishim kerak. Topdingmi qizim? Dilfuza guvohnomangizni hech kimga bermaydi, dada. Yostig'ini tagiga qo'yib yotadi. Shunaqami? Voy o'zimni mehribon qizalog'imdan aylanay. Mana. Oyingga indamay qo'ya qol. Keyin o'zim tushuntiraman. Darvozani yopib ol. Men ketdim. Dilbarxon? Dilbarxon! Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi yotibsizlarmi? Tuzimisiz? Chaqaloq qalang, chaqaloq. Yaxshi. Bolalaringiz soppa-soq sizga salom deyishdi. Ha, kecha chiqib nonlarini yopib berdim. Rahmat. Xavotir olmang. Arqonni tashlang, arqonni. Ha, hozir. Qani? Urintirib qo'ydim-da sizni, Hafiz opa. Qo'ysizchi. Issiqda yeb oling, ichidagi ovqatni hop, sovib qolmasin. Xo'p bo'ladi. Qani torting. Rahmat. Uydan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Qizlar eplab o'tirishibdi, baraka topgirlar. Ha. O'zlari yaxshimi? Ha, yurishibdi. Kechqurun qo'rqishmayaptimi? Yo'q, darvozani tambalab chirog'ini yoqib yotinglar, deyman nuqul. Yo'l charchatib qo'ymadimi? Yo'q. Dadam Xo'sh qani? endi. Dadangmi? Bu ana. Dilbar. Qizim. Dadajon. Ona qizim. Assalomu alaykum. Katta qiz bo'lib qolsan-ku qizim. Rosa sog'indim. Biz ham sog'indik. O'zgarib ketibsan. Hindiston yoqib shekilli. Judayam. Dadajonim. Qani, zerikmadingmi? Yo'q, faqat sizlarni judayam sog'indim. Ketding. To'g'ri uyga qayt.
Ana, buvijonimga olib keluvdim. Nega menga xabar bermadinglar? Oyijon. Kela qol. Bo'ldi qizim, yig'lama. O'zingni bir nima qilardik. Bo'ldi, yig'lama. Yur qizim, yura qol. Seni xonangga kiramiz, bolam. O'zing. Bo'ldi qizim. Sardor aka. Kech bo'lib qoldi, men ham boray endi. Bora qol. Yaxshi yotib turing. Ertagacha. Qarang, xuddi dadangni o'zi bo'pti-ya. Voy, shirinligini qara. Voy, iloyim umri bilan bergan bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Hay, Dilbarxon. Voy, olib kiring, shamollatib qo'yasiz. Bera qoling. Oling. Mana, qara. Bu Toj Mahal. Chiroyli ekanmi? Bular dugonalarim. Bular ham. Hincha raqslarni birga o'rganardik. Bu tabla bo'yicha domlam. Bunisi til o'qituvchim. Bu men. Siz? Ha. Toklar ekdim uzumlari bolamga deb, bog'bon bo'ldim
mevalari o'g'limga deb anjirlardan qiyom qildim bolamga deb nima qildim ayting do'stlar onamga deb anjirlardan qiyom qildim bolamga deb nima qildim ayting do'stlar onamga deb safarlarga chiqsam oldim bolamga deb har bozorga borsam oldim qizimga deb dam olishga borsam oldim xotinga deb nima oldim ayting do'stlar onamga deb har bozorga borsam oldim o'g'limga deb nima oldim ayting do'stlar onamga deb oyog'iga qo'ylar so'ydim bolamga deb navoz haydab bordim to'yga bolamga deb kernay surnay soz choldirdim bolamga deb nima qildim ayting do'stlar onamga deb kernay surnay soz choldirdim bolamga deb nima qildim ayting do'stlar onamga deb qator qator uylar soldim bolamga deb yemay ichmay to'plaganim bolamga deb yangi kiyim kiymay o'tdim bolamga deb nima qildim ayting voy choyingizni olib keling choy nima qilib qo'ydim onam deydi-yu, o'zi onasini o'limiga ham kelmabdi. Keldi-yu. Kechib ketdi-da. Yo'q, Gerdayib yurishinichi tag'in. Yaqinda yurdi. Endi oqinimni olibdi. Mashinani ham kovushga almashtiradigan bo'lib qoldi. Ha, endi bor odam almashtiradi. Yo'q odam nimani almashtiradi, Qosim aka? Bu yerda bir gap bor. Surishtirib ko'rish kerak. O g'iybatni uyasi. Yavachar ovozingni. Siz meni og'zimga xo'jayinmisiz? Indamay choyingizni ichib o'tiravering. O'zingdan-ku biron insonga yaxshiligi yo'q. Yomon xotinlarga o'xshab g'iybat qilganing qilgan. Qo'ysanchi Kamol. Kimga gapiryapsan? Ko'rmaysizmi? Bu kurri go'r to'g'illaydi. Rashid. Sen nega indamasdan irshayib o'tiribsan? Sardor seni kasal qizingni shaharga olib davolatib olib keldi. Baraka topsin. Qishlog'imiz maktabini ta'mirlab, tuzatib berdi. U maktabda seni qizing o'qiyapti, g'iybatchining o'g'li o'qiyapti, bizning nevaralarimiz o'qiyapti. Uyalmaysanmi? Bo'ldi-da endi. Indamagan sari boshga chiqib ketdingiz-ku, Kamol tog'a. Yaramasa, yana gapam qaytadi-ya. Qo'ysanchi, bo'lmasin. Kamol tog'a. Miyangni achigan qatiqni chiqazib qo'yaymi? Bo'ldi-da, bo'ldi. Degan bo'lasan. Qo'yvar Kamol tog'a. Qo'yvar, kimga gapiryapman? Qo'yvar. Sen erkakmisan? Yaramas. Qarang-ya. Shunaqalar dastan mazza qilib o'tirolmaydigan bo'lib qoldik. Cho'loq. Ahmoq. Assalomu alaykum, Kamol tog'a. Yaxshimisiz? Bora, sen ham o'shalarning bittasisan-da. Tushunmadim. Odamlarga salom bersang ham yo'qmaysan-a? Tavba qildim. Kamol tog'ani ham tomi ketganmi deyman. O'rgildim. Salomlashging kelmasa salomlashma-ye. Meni ham ko'zim tushib turgani yo'q. Usmonqul! 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 Yaxshimisan? Dadang keldimi? Yo'q. Kim bor uyda? Oyim borlar. Chaqir oyingni.
Oyi G'ani amaki chaqiryaptilar. Kim? G'ani amaki. Men hozir. Qizim, sevgingga qarab tur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahvollaringiz yaxshimi? Qani o'tir. Rahmat kelin. Qani ilohi omin. Allohu akbar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Bu Usmonquldan daray bormi? Qayerlarda yuribdi? Qaydan? Nima ish qilyapti o'zi u yoqlarda? Bilmasam. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Qatnayverib. Oyog'imda oyoq qolmadi. Ozgina insof ham kerak edi, kelin. Kelishilgan muddat ham tamom bo'ldi, to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri deyinchi? Yo'q, to'g'ri. Siz haqsiz. Ana. Shu bolalaringizni ko'zim qiymaydi. Mayli. Yana bir hafta muhlat ber. Anaka, Xudo xayringizni bersin. Xo'jayinim shu qarzdan qutulay deb shaharda ishlab yuribdilar. Iltimos, yana ozgina chidab turing. Kelin, eringiz qancha topsa u o'ziniki. Faqat bir hafta muhlat beraman, tushundingizmi? Boshida o'ylash kerak edi. U yog'i bilan meni ishim yo'q, tamom vassalom. Meni ham qiynamang, o'zingizni ham qiynamang, tushundingizmi? Allohu akbar. Anaka, iltimos. Ham yo'qlandi. Ha, bo'yning uzilsin sani sutxo'r. Yaxshi o'tiribsizlarmi Dilbarxon? Keling, Hafiza opa. Tuzimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Noinsof yana kelibdi-da. Nima deyapti? Bir hafta muhlat berib ketdilar. Pul topmasang, uyni bo'shatib qo'y dedilar. Ha, tushunarli. Ha, pulni menga emas, erimga bergansiz. Erimdan olasiz deb oldingizga solib haydamadingizmi lalayib o'tirmasdan? Ko'nglingiz ham bo'shda Dilbarxon. Ha, aytgandek. Bugun eringizni shaharda ko'rdim. Bir allambalo mashinani minib yonimda g'izillab o'tib ketdi. Ha, yo'q, boshqasiga o'xshatgandirsiz. Qulog'imizgacha qarzga botib o'tiribmiz-ku. Mashina qayerda? Ha, balki o'xshatgandirman Dilbarxon. Voy, chaqalog'ingiz yig'layapti. Men ham boray. Hali qiladigan ishlarim ko'p. Siz bolangizga qarang bo'lmasa, mayli siqilmasdan yaxshi o'tiringlar Dilbarxon. Men yana chiqarman. Bo'pti, xayr. Nomard. Voy, topgan gapini qara uni. Baskash. Ye, Hafiza opa, to'xtang. Ana u yerga borib kelaman, ishini yoping. Yoping ishini. To'xtang, Hafiza opa, qanaqa? Hozir kelaman, bankalarimga qarab turing. Menga qarang aka. Nima deysan? Dilbarni bezovta qilishni qachon bas qilasiz, ha? Nima bo'pti? Tushunmadim. Tinchlikmi? Yo'q, qachongacha bechorani qiynaysiz, aka? Sen kimsan? Yo'q, bolalarga rahmingiz kelmaydimi?
Nima, sen onasimisan, opasimisan? Kimsan o'zi? Aytchi. Qo'shnisiman. Dardini tushunganidan yuragim achib ketyapti, bo'ptimi? Nega baqirasan? Baqirma! O'zingiz baqirmang. Shaqaqlik qilma. O'chir ovozingni. Asabimni tirga urma, qo'lingni olaman. O'zing insofsiz. Sizga. Var yo'lingda qolma. Aqling ketganga bitta sen qol. Iloga ilovada ikki dunyoda ko'siz oqarmasin. Ilohomi Allohu akbar. Noinsof. Davlenasi boram demaydi-ya. Tarbiya bergan otangga qo'yilmasman. Ilohim, sigillarga qisir qo'sin. Bu qanaqasa, ko'chib ketib qutulaman shekilli. Qani qizim, kela qol. Ay yasha. Keling, marhamat. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum Sardor aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Mana shu qo'shoq qizimni chiroyli qilib kiyintirib qo'ysangiz. Bo'ladi. Nima yaxshi kiyimiz bo'lsa ko'rsating. Yuring men bilan. Qanaqa rangni yoqasiz? Dada. Rahmat qizlar, rahmat. Yuring ket. Rahmat Sardor aka. Kelib turing shunaqa. Yangi Sardor aka. Xo'sh, xursandmisan qizim? Oyingga olgan sovg'amiz ham yoqsa kerak-a? Albatta. Deding chakki emas qizim. Baraka top. Rahmat. Yiroqqa. Ha, damog'ani bir toqqa chiqib kelmaymizmi? Yo'q. Xohlasang, dugonalaringni ham olib ol. Maza qilib kelardik. Ha qizim? Jonim bilan. Bilasanmi, qizim? Oying ikkovimiz seni taomlaringni rosa sog'inganmiz. Rostdanmi? Balki bugun tayyorlab berasan. Xo'p, bo'ladi. Mana ularni ol. O'tir qizim. Barakalla. Dadajon, mashinani men hayday qolay. Meni to'g'ri tushun. Shu iltimosingni bajara olmayman. Bir marta oyingga ruxsat berganim uchun haligacha o'zimni kechira olmayman, qizim. Uzr, dada. Ketdik. Yoshlikdagi gulimsan, hamda jonu dilimsan. Bir umr armon bo'lgan, armonli sevgilimsan. Yoshlikdagi gulimsan, hamda jonu dilimsan. Bir umr armon bo'lgan, armonli sevgilimsan. Sen o'zgani yorisan, men o'zgani yoriman. Seni unutolmayman, yoring ham bo'lolmayman. Sen o'zgani yorisan, men o'zgani yoriman. Seni unutolmayman, yoring ham bo'lolmayman. Taqdirimiz shu ekan, quvonchi bir zum ekan. Layla Majnun ham qondi, baxtli bo'lgan kim ekan? Taqdirimiz shu ekan, quvonchi bir zum ekan. Layla Majnun ham qondi, baxtli bo'lgan kim ekan? Sen o'zgani yorsan, men o'zgani yorman. Seni unutolmayman, yoring ham bo'lolmayman. Sen o'zgani yorsan, men o'zgani yorman. Seni unutolmayman, yoring ham bo'lolmayman.
afsona desam haqiqatga o'xshaydi bizlar begona desam Dilbarxon, o Dilbarxon. Yaxshimisiz Dilbarxon? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulmira, bu yoqqa kel. Assalomu alaykum. Sizmi? Yurchi ko'ylagim qanaqa chiqqan ekan? Qizuvmisiz? Xudoga shukr. Qizimni ko'ylagini bir ko'rsatib yuborsangiz Dilbarxon. Xo'p, jonim bilan. Topdingizmi? Kichkina qizimga ham chiroyli qilib tikib berasiz. Noila, sizniki ham xuddi shunaqa bo'lsinmi? Men kiyib ko'ray, xo'p? Bemalol. Qalaysan, Dilora? Yaxshi. Sog'lig'ing yaxshimi? Maktabga nimaga bormading? Ukam kasal bo'lib qoldi. Tuzalib qoldimi? Ha, rahmat. O'giriling. Yengi qanaqa bo'lsin? Kengroq bo'laversin. Xo'p, bo'yini o'lchasak, shu bilan bo'ldi. Oyijon, ko'ring-chi, yarashibdimi? Juda ham yarashibdi, qizim. Qulluq bo'lsin. Yoqdimi? Ko'nglimdagidek, rahmat. Arzimaydi. Noilaxon, sizga ham yoqdimi? Menga ham shu matodan tikib bersinlar, oyi. Zo'r chiqdi. Bo'ladi, qizim. Shu matodan yana bormi, Dilbarxon? Topiladi. Yaxshi. Juda ham yarashibdi. Oyi, chiroyli-a. Voy, sudralmasdan tez-tez yur. Kelyapman-u. Sen ham bunda baqirda. Men baqiraverib tomog'im qirilib ketdi-yu. Barini aytib turish kerak bunga. Kallang ishlatsanchi, tirikchilik vitaminga kerakmi? Sut, qatiq, qaymoqlardan bor. Дайте мне, пожалуйста, кислое молоко. Вот, пожалуйста. Творог, Оно у вас хорошее? Да, конечно. А как же? Вот, сдачи возьмите. Ешьте на здоровье. Спасибо. Бурбонка коту бери. Mana xolajon, qatiq. Молоко. Aha, rahmat. Молоко. O'zimizda ham sut bor, o'g'lim. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Bor, aylanay. Eson-omonmisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Manajon. Rahmat. Sog' bo'ling. Qaymoq. Ay, shoshmang. Qaytimizni olib keting. Mana. Rahmat. Xo'p. Voy, xudoga shukr. Qatiqlardan bor. Bitta qatiq qoldi, olsangiz-chi? Voy, sekinroq baqiring-da. Nevaralarimni uyg'otib yubordingiz. Voy. Tirikchilikda aylanay, tirikchilik. Shuni sekin-sekin gapirsa ham bo'ladi-yu. Sut, qatiq, qaymoqlardan bor. Молоко. Qatiq. Кислое молоко. Sut, qatiq. Kenayi. Hop. 6-xonadonga bir banka qatig'ingizdan olib chiqing. Hozir aylanay. Bankalarga qarab tur. Xo'p. Qatiq. Hozir. Hozir. Uzmoqil aka. Habisaxon. Bu yerda nima qilyapsiz? O'zim shunday. Assalomu alaykum. Guldek xotiningizni tashlab, bolalaringizni tashlab nima qilib yuribsiz bu yerda? Uyalmaysizmi? Sekinroq gapirsangiz-chi. Kecha bir ish bilan keldim. Ko'rinib turibdi, nima ish bilan kelganingiz? O'zim xon ko'lankan maydonda yallo qilib yurgandirsiz. Shang'illamay gapirsangiz-chi. Qo'ni-qo'shnilar eshitib qolmasin. Qo'shnilar eshitmasinmi? Yo, anavi megajin eshitmasinmi? Uyat, uyat. Qatiq ichguncha zahar ichkim bo'ptimi? Shoshmay turgunsan. Xotin bos. Usmonqul aka, bu ayol kim?
O'sha tug'maga xotinimni opasi. Mana shu yerda ham tinch qo'yishmaydi ham meni. Nima qilishim kerak edi? 10 yil kutdim-ku axir. Bu dunyodan zurriyotsiz indamay o'tib ketaverishim kerakmi? Usmonqul aka. Xafa bo'lmang. Siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yura qoling. Nonushtangizni qilib oling. Yaxshiyamki siz borsiz. Boringizga shukr. Nima bo'ldi? Kechasi bilan ismalab chiqdi. Qani? Hozir og'riqni qoldiradigan o'qib o'qib qo'yaman. Dada. 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 Qizalog'im, hozir yaxshi bo'lib qolasan. Dada. Bo'ldi jonim. Mayli, kenay, tuzalib ketinglar. Rahmat sizga. Xayr. Rozi qilamiz aka. Mushuk ham tekinga oftobga chiqmaydi uka. Aka, kassirimiz yoshlik qilib qo'yibdi. Shunday kattakon supermarketga yosh bolani kassir qilib qo'ymagandirsiz, axir. Maqsadga o'ta qolaylik aka. Endi hammasi kenayimizni qo'llarida ekan. Haligi ana uni chiqargin. Bu yerda yarmi. Xullas, qolganini ish bitgandan keyin olasiz. Bo'ladimi? Kenayimga ukam deb aytib qo'yarsiz. O'tgan safar ham aka-ukalarim deganmi? Kenayingiz ham aytmaydimi? Bemaza qovunni urug'i ko'p bo'ladi deb. Hazilni ham boplisizda aka. Endi aka, bizga ruxsat. Yaxshi. Xo'p, xayr. Bu yoqdan xavotir bo'lma. Hammasi joyida bo'ladi. Ko'rishguncha. Omon rahmat. Bitib qolarmiz. Senga yetdimi ish bitadi deb. Gap shundaki, ular menga ukamday bo'lib qolishgan. Bolalikdan ham birga o'sganmiz. Kenayimni ham rozi qilamiz deyishuvdi. Men unamadim. Endi noqulaydi. Hechqisi yo'q. Tushungan odamni sadaqasi ketsang arziydi. Minnatdorman. Bilmadim, siz bo'lmaganingizda nima qilardim? Qo'ysiz-chi, Usmonqul aka. To'g'risi hamda, siz meni xaloskorimsiz, Nozikxon. Maqtovni ham do'ndirasiz-da.
Ha, aytgancha. Ismoqul aka, xizmatdosh do'stlaringiz ketishdimi? Yo'q, bugun erta ketamiz deyishayotgandi. Bilasizmi, Nozixxon? Shularni bir mehmon ham qilib yuborish kerak edi-yu, lekin Ha, bo'ldi, gap yo'q. Hozir. Siz Yo'q, hech ham yo'q. xijolat bo'lmang, xo'pmi? Nozixxon, shundoq ham sizni Qo'yavering. ko'p ovora qilib qo'yapman. Xijolat bo'lmang deyapman-ku. Ha, mayli. Oling. Mana shu pul yetadimi? Juda noqulay ahvolga qo'ydingiz-da, Nozixxon. Rahmat. Bo'lmasa, ishingiz tugagandan keyin kelib olib ketaman. Qo'ng'iroqlashamiz, xo'pmi? Xo'p, mayli. Ko'rishguncha. O'zingiz ehtiyot qiling, jonim. Rahmat. Yondirib olay aka. Bemalol. Rahmat, arzimaydi. Rahmat. Alo. Ha, Ismoqul aka. Nozikxon, hali aytdim-ku, do'stlarim bilan o'tirish sal cho'ziladigan bo'lib qoldi. Ha. O'zingizdan qolar gap yo'q. Bugun bora olmaydiganga o'xshayman. Xafa bo'lmaysiz-a? O'zim yetib olaman, xavotirlanmang. Asalsiz-da. Bir qoshiq qonimdan kechasiz-a? Hop. Hop jonim, hop. Mana men keldim. Zerikmay o'tiribsizmi? Irodaxon. Sizdek go'zal aqlli ayol bilan tanishganimdan behad xursandman. Chaqqon yurakka yaqin. Minnatdorman. Rahmat. Irodaxon. Bilasizmi? Sizni uchratmagunimcha sevgi muhabbat degan gaplarga uncha ishonmasdim. Yo'q. Sizni husni jamolingiz oldida bosh egaman. Rahmat. Siz uchun bu shahlo ko'zlaringiz, olov dudoqlaringiz jonimni oladi-ku. Asal. Iltifotingiz uchun rahmat sizga. O'tiring. Olyapman. Yaxshi ham bu dunyoda sizdek go'zal ayollar bor-da. Irodaxon, raqsga tushamizmi? Mayli. Tushunmayapsanmi? Rost gapirayapmi? O'zingizchi. Akani ko'ryapsanmi? Kecha ham shu yerda edi. Kecha boshqasi bilan edi. Gaplarimni tushunding-a? O'zing esli, xushli, tushunadigan qizsan. Bu gaplarimni oyingga aytib yurmagin tag'in. Oyingni shundoq ham siqilgani yetadi, tushundingmi?
Mana manzili. Shu yerda yozilgan. Yo'qotib qo'ymagin. Ehtiyot qilgin, Fatma. Xo'p, Hafiza opa. Ay, emillamasdan yur tezroq. Hozir ketyapman-u. Bu shahar juda ham katta qizim. O'zingga ehtiyot bo'lib borib kelgin, xo'pmi? Chiq. Mayli, yaxshi borib kelgin. Tez borib tez kelgin, ha? Men xavotir olaman, tushundingmi? Xo'p, mayli. Ehtiyot bo'l. Voy rahmayla yavrum. Oy mamani zor yelatib nigorim. Assalomu alaykum. Mana uni qanday topsam bo'ladi? Tushunarli. To'g'ri yurasiz-da. Keyin o'ngga burilib so'raysiz. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Ana. Hozir. Solih xodimlariga shon sharaflar bo'lsin. Keldingizmi nozikim? Charchab ketdim. Charchamang. Oho. Tinchlikmi? Tinchlik. Nima sabab? Sizni poyqadamizga-da jonim. Rahmat. Mang. Muzdekkina sharbatdan ichib turing. Voy, rahmat. Hozir osh ham tayyor bo'ladi. Osh? Ko'tarma bosh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 9-uy qayerda bilmaysizmi? Uzr, bilmayman. Gul uzorim, voy rahmayla nigorim. Gul uzorim, voy bergil murodima. Telefoning radiosi bormi? Yo'q, eshitmagandan keyin nima keragi bor? To'g'risi ham. Kechirasizlar. 9-uy qayerda? Mana bu uy. Rahmat. Lekin meni telefonimni kamerasi zo'r. Qani olgan suratlaringni ko'rsat. Hozir. Keling. Sizga kim kerak? Dadam keraklar.
Dadam? Tushunmadim. Dadamni chaqirib yuboring. Ey gulzorim vaya rahmaylarga. Dada, yuring uyga. Qiynalib ketdik, dada. Tushunyapsizmi? Sizsiz qanday yashaymiz, dada? Yuring uyga. Sen nima qilib yuribsan bu yerda? Qayoqdan kelib qolding, ha? Menga qara. Dada, yuring uyga. Xo'p, qizim. Oyim qiynalib ketdilar, dada. Yuring uyga. Dilfuza ham kasal bo'lib qoldi. Kechalari isitmalab chiqyapti. G'anam aka uyimizni olib qo'yyapti, dada. Yuring uyga. Biz nima qilamiz? Oyim ham ezilib ketdilar-ku. Yuring. Dilorom, menga qara. Dada. Bizning aybimiz nima, dadajon? Nega unday qilyapsiz? Sen boraver. Men 3-4 kundan keyin ishlarimni bitkizaman-da. Hozir yuring, dada. Shoshma. Hozir Dilorom, mana u pulni ol-da, oyingga olib borib bergin. Bizga pulingiz kerak emas, dada. Siz keraksiz. Yuring uyga. Dilorom, qizim, aqlli qizsan-ku. Menga qara. Mana u pulni ol. Dada. Dilorom. Pulni olib ket. Kerak emas. Nozik. Keting. Nozik, bilasizmi, men haligi Yo'qol. Axir yo'qol dedim. Ko'zingga qarab yursang o'lasanmi? O'zlaringni mashina tagiga tashlab shantaj qilasanlar. Nima bo'ldi senga? Oyog'ingizmi? Hozir. Mana. Oyog'im. Oy, qayta og'riyapti. Yer tagiga kirib ketmagandir axir. Yo'q, tavba. Bunday biron bir xabar bo'lmasa, tirikmi o'zi? Hey, boshqalarni ham o'ziga yarasha tashi bor deb o'ylamaydi bu noinsof. O'zim ham nima qilishni bilmay qoldim, G'anaka. Nimaga bilmaysan? Nimaga bilmaysan? Sen bilmaysanmi? Menga qara. Bironta bir qarindosh urug'laring bormi? Olib beraman. Qachon? Maraz. Ablah. Olib beraman. Habarsini olib beraman. Battar bo'l. Unga bu ham kam. Yorilib olgani yaxshi. Qani hayda.
Kunam rosa isida. Malika, biz izlab yurgan odam mana u emasmi? Qarang. Xuddi o'zi-yu. Men hozir. Yo'q. Irodaxon. Bu telefonda aytadigan gap emas. Men o'zim uyingizga borib gaplashishim kerak. Meni tushunyapsizmi? Bilasizmi? Siz uchun hamma narsadan voz kechdim, Iroda. Keyin hammasini yotig'i bilan tushuntiraman. Nargizda gaplashsangiz bo'lmaydimi? Sizni kutyapman. Siz keraksiz menga. Men? Xo'sh, xizmat? Jinoyat qidiruv bo'limidanman. Hujjatlaringizni ko'rsating. Mana. Bering. Qani men bilan yuringchi. Yuring. Aka, men nima ayb qildim-ki meni olib ketyapsiz, aka? Alo. Eshitaman. Ravshanjon? Labay. O'zingizmisiz? O'zimman, o'zim. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, kim bu? Men Malikjon, jinoyat qidiruv bo'limidan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat. Bu sizlar izlab yurgan odamni topdik. Topdinglarmi? Bizni bilasiz-ku. Rahmat, xursandman. Kelasizmi? Hozir yetib boraman, rahmat. Sardor aka, mana keldik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana bu burgutni ko'ryapsanmi? Naqadar viqor bilan turishini qara. U mag'rur qush baland parvoz qiladi. Qarg'aga o'xshab past uchmaydi. Sen qarg'adan ham pastlab ketding. Qaysi gunohlari uchun oilangga azob beryapsan? Ko'zingni och. Es-hushingni yig'ib ol. Oilangga qayt. Seni oilang kutyapti. Usmonqul, farzandlarga ota kerak. Ota mehri kerak. Menman, G'anaka. Kimsan? Men Usmonqulman. Usmonqul? Assalomu alaykum. Tirikmisan? G'anaka, yaxshimisiz? Ha, tinchlikmi? Hech tinch yurmas ekansan dasan bola. Olib keldingmi? Ha, olib keldim. Foizi-chi, foizi? Hammasini olib keldi. Uyni hujjatlarini olib chiqing. Hop.
uyingizga yetib keldingiz. Hujjatlaringizni olishni unutmang. Rahmat. Hozir. Kim u? Assalomu alaykum, Sardor aka. Omonmisiz? Yigitlik burchingizni qiynalmay o'tib yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sardor aka, dadamlar og'irlashib qoldilar. Doktorlar 1-2 oylik umrlari qolganini aytishdi. Dadamlar dardlarini bilgach, meni yonlariga chaqirib, "Qizim, o'zing bittaginamsan. Onangga-ku to'ying nasib qilmadi. Endi meni ham ko'zim ochiq ketmasin, hech bo'lmasa to'yini ko'rib qolay bolam" deb yig'ladilar. Sardor aka, taqdiri azal bitklari oldida chorasiz qolgan sho'rpeshona Dilbarni kechiring. Sizning baxtli bo'lishingizni Xudodan yolborib so'rab qolguvchi Dilbar. Sardor aka, juda qattiq sevgan ekansiz, a? Nega endi sevgan ekanman? Hozir ham sevaman. Bir umr sevaman. Taqdirimiz shu ekan, quvonchi bir zum ekan. Layla Majnun ham qondi, baxtli bo'lgan kim ekan? Taqdirimiz shu ekan, quvonchi bir zum ekan. Layla Majnun ham qondi, baxtli bo'lgan kim ekan? Sen o'zgani yorsan, men o'zgani yorman. Seni unutolmayman, yoring ham bo'lolmayman. Sen o'zgani yorsan, men o'zgani yorman. Seni unutolmayman, yoring ham bo'lolmayman. Muhabbatli yo'ldoshim, yo'llar qayrilib ketdi. Yetarmikin bardoshim, dillar ayrilib ketdi. Senga afsona desam, haqiqatga o'xshaydi. Bizlar begona desam, yurakka yig'laydi. Sen o'zgani yorsan, men o'zga